Ekranlar ham ishlab turibdi. Hozirgi kunda trendga chiqqan Greenleondan bu smartwatchimiz juda ham sifatli, zo'r chiqdi. Uni funksiyalarida IP68 bilan belgilangan, suvga chidamli degan. Sizlar bilan jonli ravishda bitta tekshiramiz, ishlaydimi, ishlamaydimi. Videoda oxirigacha ko'rasizlar. Ishlasa bitta like bosib qo'yasizlar. Aktiv obunachilar. Akalar, ko'p smartwatchlar o'zining funksiyalari to'liq ishlamaydi, lekin bu smartwatchimiz o'zini to'liq funksiyalarida ishlayapti. Xudo xolasa, chekalari metal bo'ladi. Yana bir suvga chidamli degan funksiyasini sizlar bilan birgalikda mana xudo xolasa tekshiramiz. Agar ishlasa like bosib qo'yasizlar. Akalar, mana suvni to'liq quyapti, ko'ryapsizlar. Ekranlari ham ishlab turibdi. Ko'rasizlar mana. Bemalol basseynlarda yozga juda ham qulay, rezinkali remishov bo'ladi. Suvga hech narsa bo'lmaydi rezinka. O'zingizlar ham bilasizlar, chekalari metal. Ishlashiga baho beringlar. Sensorlari ham chotki ishlayapti, xudo xolasa. Agar kimga qiziqarli bo'lsa, bemalol Actechga murojaat qila olasizlar. 2026 yangiligimiz.